Yangi traktor 2 turbinali mashinamizga propan uстановка qilib berdik. R02 original reduktorimiz. Plankalari ham original bo'lgan, gazliki va suvliki ham original bo'ladi. Umuman yorilmaydi, gazi hidi umuman chiqmaydi. Har bir porshunga alohida skalasini injektorlar bilan uстановка qilganmiz. Uстановка hammasi idealni bo'lgan. Kompyuter bloklarga kelsak, bu eng nimaga funksionalni hisoblanadigan Kinex bloklardan bo'lgan Kinex Plus. Kompyuter ishlari ketyapti hozircha. Mana shu blokdan qo'ysa, umuman traktor 12larda problema bo'lmaydi. Orqasiga 47 talik ballonni datchiklar bilan uстановка qilib qo'yganmiz. Salonni ko'rsatadi bemalol propan nasibkasi qolgandan Polshadan keladigan original datchiklar. Mana shu arzimagan joylar germetik qilinmasa, chang kirib, suv kirib mashinani salondagi datchiklar ham kuchaydi. Chiroyli joylashgan. Bunday original full komplekt uстановkamizning bugungi narxi 4 million 200 ming so'm bo'ldi. Bu aksiya narxi vaqti chegaralangan, foydalanib qolinglar.